loyihamizning aziz hamkorlari, hammalaringizga xayrli kun tilayman. Mana bizning loyihamizda bugun Surayyoxonning boshchiligida boshlangan gruppadagi aktiv liderlarimiz bilan 3-chi hamkorimiz ham final bosqichiga chiqdi. Bu qizimizni tabriklaymiz. Zohidaxon, final bosqichiga chiqqaningiz bilan xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Tez kunlarda sizdan keyingi hamkorlaringiz ham mana shu cho'qqilarga olib chiqish sizlarga nasib qilsin. Men bu mana shu loyihamizdagi gruppadan, ya'ni Surayyoxon komandasidagi gruppadan juda ham mamnunman, xursandman. Juda ham aktiv, havas qilsa qilgidek, o'zidan kuchli liderlarni olib kelgan, bir-biridan o'tadigan, bir-biridan kuchli liderlarimiz yig'ilgan aynan mana shu jamoada. Men havas qilaman bu jamoaga va bu jamoa bilan faxrlanaman. Xudo xolasa sizlar mana shu loyihamizning yuzi bo'lasizlar. Loyihamizda birinchi qaldirg'ochi bo'lib shu Umra safariga boramiz birgalikda. Xudo xolasa sizlar bilan faxrlanaman. Ishlaringizga omad tilayman. Qilayotgan ishlaringiz xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Mana shu tez fursat ichida, qisqa fursat ichida 3ta insonimiz final bosqichiga chiqdi. Bu juda ham yaxshi natija, chiroyli natija. Xudo xolasa mana shu yo'nalishda, mana shu turishda harakat qilsalaringiz, xudo xolasa tez kunlarda safimiz yana ham kengayadi. Mana shu atrofdan ham eshityapman juda ko'p insonlarni, sizlarning komandalaringizga havas qilib, sizlarning komandalaringizga qo'shilaman degan insonlar aloqaga chiqishyapti. Havasda sizlarni havas qilib yurganlar juda ham ko'p. Tabriklayman, bardavom bo'lsin ishlaringiz. Mana shunaqa jamoatchilikda, birdamlikda, birgalikda, hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun deb nomlangan mana shu shior ostida ishlayotgan ishlaringiz